Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem kardeşler, anlavatqınınla Muhammed ibn Sulayman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Camil Usul ve Mecmu'z Zavaid namlı kitabının 5. tomu. Biz kiyim-kechek ve zibzinat bilimini okuvatqan KG'den davamlaştırımız. Kiyim-kechek kiyishning adableri ve kiyim-kechekning shekli. İmam Buxariyning rivoyatida Abu İmran mundaq deydi. Anas radhiyallohu anhu juma kuni kishilarning qilin tonlarini kiyib olganligini ko'rib, bular Xaybarning yahudilariga o'xshab qopdi dedi. Tirmizi'ninki sahih rivayetida Uzayfa radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening yoki o'zining paqalchiqining bo'ljin go'shidan tutib turib, ishtonning uzunligi bu yergacha bo'ladi. Agar buningdan uzun kiymoqchi bo'lsang, buningdan bir oz ostida bo'lsin. Agar uningdan uzun kiymoqchi bo'lsang, o'shiqdan oshmasin dedi. Abu Davud'un senedi sahih rivayetida İbn Ömer radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ishtonini uzun kiymasga haqida aytganlari ko'nglaknimi o'z ichiga oladi. Abu Davud'un senedi sahih rivayetida Ikrima radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men İbn Abbas radhiyallohu anhumaning ishtinining oldi puchuqini putining dumbisiga tekkizib, orqa puchuqini sal ko'tarib kiyganligini ko'rib, "Nima uchun bundaq qilasan?" deb so'ragan edim. U "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shunday qilganligini ko'rgan edim" deb javob berdi. Abu Davud'un sahih rivayetida Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kiyim kiyganda o'ng tarafdan boshlab kiyinglar, tahorat olgandimi o'ng tarafdan boshlanglar degan. Abu Davud'un sahih rivayetida Salim ibn Abdullah dadasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki takabburlik yuzidan kiyimini uzun qilib yerga so'rab kiysa, Alloh qiyomat kuni uning qaramaydi degan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu men shundaq diqqat qilsammi, ishtonimning bir puchuqiga so'rilib qolyotdi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sen uni mug'abbarlikdan so'rab kiyganlardan emassan dedi. Nasai'ning sahih rivayetida İbn Ömer radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kiyimni uzun kiymasga haqidagi hukm ishton, ko'nglak va sallalarni o'z ichiga oladi. Kimki bu narsalardan birarsini takabburlik o'zidan uzun qilib kiysa, Alloh qiyomat kuni uning qaramaydi. Tirmizining sahih rivayetida Ummu Salama radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan undaqda ayollar qanday qiladi deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhisalom erlardan bir qarich uzun kiysin dedi. Ummu Salama undaq qilsa putlar ochilib qoladi degan edi. Payg'ambar alayhisalom undaqda erlardan bir gaz uzun kiysin, uningdan uzun qilish bo'lmaydi dedi. İmam Ahmad ning rivoyatida İbn Ömer radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'a ishtinim yerga so'rilib shirtildab ovoz chiqargan holda kirgan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu kim deb so'radi. Men Abdullah ibn Ömer bo'laman dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sen agar Rasululloh Abdullah, ya'ni Allohning bandasi bo'lsang, ishtiningni ko'tar dedi. Shuning bilan men ishtinimni paqalchiqimning yerimga kelgishlik ko'tardim. Ravi İbn Ömer radhiyallohu anhuma shundan e'tiboran toki vafot bo'lgan qadar ishtinni sho'pit kiygan edi deydi. Tirmizining sahih rivoyatida Ummu Hasan mundaq deydi. Ummu Salama radhiyallohu anhaning bizga aytib berishicha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Fatimaning ko'ynikini bir qarich uzun o'lchab bergan ekan. Abu Davud'un sahih rivayetida Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kiyim kiyganda bir dolini yo'gab, yana bir dolini ochiq qo'yishdan va avirtik bir narsa yapmasdan uchiga bir talli kiyimni artib yukinib o'ltirishdan to'sgan. Abu Davud'un sahih rivayetida Muaviya ibn Qurra dadasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Muzayna qabilasidan bir guruh kishi bilan payg'ambar alayhisalomning oldiga kelib, ular bilan birga payg'ambar alayhisalomga bay'at qildim. U chaqda payg'ambar alayhisalomning ko'ynikining tugmalari ochiq ekan to'q. Shuning bilan men bay'at qilganda qo'limni payg'ambar alayhisalomning ko'ynikining ichiga tiqib, dumbisidagi payg'ambarlik muhrini silib oldim. Urva ravi mundaq deydi. Bu hadisni rivoyat qilgan Muaviya bilan uning o'g'li davomli qishmiyaz ko'ngliklarining tugmasini etmaydi. Abu Davud'un sahih rivayetida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Alloh dastlabki muhojirlarning ayollariga rahmat qilsin. Alloh
Ular lechekleri, yağlıqları bilan ko'kraklarni yapsın degan oyatni nozil qilgan aman ular o'zlarining qalin kiyimlarini yirtib, uning bilan Alloh buyurgan shaklda yurgan edi. Abu Davudning rivoyatida Ummu Salama radhiyallohu anha mundaq deydi: "Ey payg'ambar, ayollaringga, qizlaringga va mu'minlarning ayollariga aytqinki, purkanji bilan badanini o'rib olsin" degan oyat nozil bo'lgandan keyin ansarlarning ayollari ko'chaga xuddi beshiga qoq qo'nib olganda qap-qar purkanjilar bilan chiqdi. Abu Davudning sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: Asma binti Abu Bakr radhiyallohu anha nefis kiyim bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qashiga kirgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam darhol yuzini boshqa taraf cho'rib, "Ey Asma, qiz balog'atga yetsa, uning yuzi va qo'lidan boshqa yerni nomahramlar ko'rsa bo'lmaydi" deb yuzi bilan alqiniga ishorat qildi. Abu Davudning sahih rivoyatida Ummu Salama radhiyallohu anha mundaq deydi: "Men yog'liq ortayotganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shimga kirib, ikki qat qilmay bir qatli o'rg'in" degan. İmam Malik'ta yetişçe Abdullah ibn Ömer ibn Xattabning bir dediki bar edi. Bir kuni Ömer radhiyallohu anhu uning hur ayollarga o'xshash kiyinganligini ko'rdida bu qilmishiga norozilikni ifodalab qizi Afisaning qashiga kirib, "Ey Afisa, qarindishingning dediki, hur ayollarga o'xshash kiyinib kishilarning orasida aylanib yurdi-ku" dedi. İmam Müslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sizlarning biringlar oyoq kiyganda avval o'ng putiga kiysin. Salganda sol putgan avval sasun. Oyoq kiysa ikkili putiga kiysin. Bo'lmasa bir pay oyoq bilan yurgandan ko'ra ikkili putiga oyoq kiymay yalang oyoq yursin." Abu Davudning sahih rivoyatida Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'rturib oyoq kiyishni to'sgan. Abu Davudning sahih rivoyatida Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Biringlarning oyog'ining boqqichi uzilib ketsa, uni o'ngshab bo'lguncha bir pay oyoq bilan yurmasin, bir pay o'tik bilanmi yurmasin, sol qo'lida tomoq yeymasin." İmam Müslimning rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir g'azotda mundaq degan: "Oyoqni jiq elib olinglar, chunki kishi oyoqsiz qolmasa, uloqqa minganga o'xshash rohat yura oladi." İmam Buxoriyning rivoyatida Aysa ibn Tahyan mundaq deydi: Anas radhiyallohu anhu yo'q teridan tikilgan boqishliq ikki oyoqni elib chiqib bizga ko'rsatdi. Keyin Sabit Yunanining Anasdan rivoyat qilib berishicha, u ikki oyoq payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ekan. Tabarani va Bazzarning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumalar ikki bo'g'ishliq oyoq kiydi. Tunji qatim bir bo'g'ishliq oyoq kiygan kishi Osman radhiyallohu anhudir. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Mulayka mundaq deydi: Biraylan Aisha radhiyallohu anhaga bir ayol kishining oyog'ini kiydigan degan edi. Aisha radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishiga o'xshash kiyingan ayollarga la'nat o'qigan dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayol kishidek kiyingan kishidek kiyingan ayolga la'nat o'qigan. İmam Ahmedning sahih rivoyatida Ali radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kiyim kiyganda avratimni yopadigan va kishilar oldida meni go'zal ko'rsatgan shu kiyimni men ato qilgan Allohga shukrlar bo'lsin deganligini anglagan edim. Tabaranininki Al-Kabirdagi rivoyatida Abu Umama radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'tkin akaldirib kiyotdi. Bir ipini kiyib bo'lguncha bir qog'i kelib, yana bir ipini ilib qochdi-da, osmonga ko'tarilib yerga tashladi. Shuning bilan uning ichidan bir tal yilon chiqdi. Buni ko'rgan payg'ambar alayhisalom Allohga va qiyomat kuniga iymon etgan har qanday kishi o'tkini qiqavatmay turib kiymasin dedi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.